Yana bir Sparkimiz do'stlar 2021-yilda ishlab chiqarilgan. Buni ham kraskalari aka absolutni top toza. Bosib o'tgan masofasi do'stlar 89 ming. Mashinamiz juda ham chiroyli holatda do'stlar. Mashinamizda torpeda, ошибkalarda qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Olasiz, minasiz. Mashinamizni hozir men sizga do'stlar qo'l holatlarini ko'rsataman. Operator olib keling. Zapaskalari daji tushmagan do'stlar. Zo'r holatda qozonlari. Motor holati do'stlar zo'r holatda. 1.3 motor, konditsioner, ABS bor обязательный do'stlar. Yaxshi akkumulyatorlar oladi. Minadi aka. Mashinamizning motor, ходовой коробkalarida umuman ishi yo'q. Motor, ходовойlar hamma narsa zavodskiy ishi yo'q, xudo xolasa, baraka topadigan Optima Plus abagriflarigacha bor. Abagriflarigacha bor bo'ladi. Ha, Optima Plusda. Aka, bu mashinamizga gen chiqadimi? Geni chiqadi. Qancha so'rayapsiz, qancha qilib berasiz oxirgi? Buni taqalgan narxi 7000 ga beriladi aka. Bozor qildimi aka? Qancha ko'rdi aka? Ya endi muhim emas u. 7000 gacha hisobim chiqadi, xudo xolasa. Nomeringiz aka? 90 344 87 07. Hozirroq mana shu videoni do'stlar Sparklarni 2021 ni qidirib yurgan akalarga jo'natib, kanalga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar.